Assalomu alaykum. Mazasi og'zingizda qoladigan ajoyib salat tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib, qaynatilgan tovuq go'shtini mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. Qaynatilgan tuxumlarni ham xuddi shunaqa shaklda to'g'raymiz va salatimizga asosiy maza beradigan konservalangan ananasni kubik shaklida to'g'rab olamiz. Mazali alisa pishlog'ini ham qirg'ichni katta tishidan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlar tayyor. Endi buni tarelkamizga terib chiqamiz. Birinchi bo'lib mayonez, keyin bo'lsa tovuq go'shti, ustiga ozginagina tuz sepib, yana mayonezdan quyib chiqamiz. Har bitta mahsulot orasiga albatta mayonezni yaxshilab quyamiz. Tovuq go'shti ustidan qirg'ichdan chiqarilgan pishloqni, yana mayonez hamda qaynatilgan tuxumni teramiz. Buni ustidan ham yaxshilab mayonezni quyib olishimiz kerak bo'ladi. Eng ustiga bo'lsa to'g'ralgan ananaslarni qo'yib chiqamiz. Shunaqa ham mazali, ajoyib salat bo'ladi. Ayniqsa ananas bilan yeyilganda mazasi o'zgacha. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.